Mollarda o'ta go'zallar keldi akalar, bosib olmasak bo'lmaydi bunaqa mollarni. Toza amerikanskiy Aberdin Anguslar soniga 50 bosh. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Cho'mbog'ish mahallasida. Donalab ofishiy sotiladi. Kelasizlar, ko'rasizlar. 12 viloyatga dastavkalari bor. Bemalol kelib ko'rib olaverasizlar akalar. Bunaqa mollar kamdan kam keladi, kelsa ham faqat bizda keladi. Shuning uchun like bosib, kanalimizga obuna bossalaring, bundan-da zo'r mollarni video qilib chiqarib, xalqimizga foydamiz tegsa biz xursandmiz. Akalar, mollar kelaverasizlar. Manzillarimizni tushuntirdik, nomerlarni o'sha pastda qoldiramiz. Mollar lekin sifati gap bo'lishi mumkin emas, o'ta kachuv mollar. Yemlagani tayyor partarashga mollar. Ko'raverasizlar, bittadan o'tkazib video qilib ko'rsatib chiqqanmiz. Yeb-ichishlari o'ta zo'r. Yeb-ichishdan kamchilik yo'q. Bir hafta garantiyasi bor. Kelaverasizlar akalar. Mollar toza Rossiyadan kelyapti. Amerikanskiy Aberdin Angus 100ga 100 akalar bu. Yeb-ichishlar o'ta zo'r. O'g'irlar shipirib qo'ygan akalar. Ko'raverasizlar. Mash molni qaranglar. Tuxumbosh.